Ana ona kızım çıktı, ana müttü kızım, mehribon kızım, boram oldu. Ay dadasi, to'y bo'lganiga endi bir kun bo'ldi. Sabr qiling, qudalar nima deb o'ylaydi? Qizi bor dadalarga qiyin ekanda, xuddi shunday sog'indim. Ay dadasi, unda qudalarga bildirmasdan kiramiz. Qanaqa bo'ladi? Menda bitta ideya bor. Assalomu alaykum. Siz MTSdan kelibdi-da? Nima xizmat? Uyingizda is gaz chiqyapti ekan, o'sha bir tekshiraylik, zavlat chap qo'shinglar. Bemalol. Sizlarga mumkin. Dalil yo'qmi? Voy dalil. Jonim qizim, sabarim bor. Voy o'lmasam kerak. O'zingga. Uzr quda, lekin yomon tegdi-da. Yaxshiyam xotinni solmadingiz, xudo. Nima qilasiz, qing'ir qiyshiq yo'llar bilan kelib. Bemalol eshigim siz uchun ochiq, kelavermaysizmi? Endi xudo ozgina uyat qildikda, birinchi kundan kelyapti demang dedik-da xudo. Endi bilasiz, qiz chiqargandan keyin odam o'rgana olmayapti erkak. 20 yil bitta qizni asrab, avaylab, endi xizmatingizni qilaman deganda birovga berib yuborishlik xudo. Sog'inib qoldik qizimizni. O'shani oldini olish uchun xudo bir kameraroq kelganmiz qo'shdi. Shu uyingizga o'rnatsak, shu onlayn uyda o'tirib tomosha qilib turaylik qizimizda. Telefonchada. Sekret degan. Mayli, hay xudo. Endi qizimizni onlayn kuzatib turamiz, keyin o'tirmaymiz. Ana mana ona qizimni qara, mehmon kelar shekilli. Kutatda endi mehmonni dadasi. Voy ona qizim, ana ko'chani supurib yuribdi, qara. Qaynasi keldi mana qara. Bunaqa yashash bo'lmaydi. Nima qildi? Kamerani urdimi? Bu xudolaring qizingni mendan mahrum qila olmaydi, xotin. Voy, endi nima qilamiz? Endi men qilaman, ular tomosha qiladi hozir. Qiling bor. Hozir. Alo. Bobladimmi? Yomon qildingiz. Uyga kiramiz. Ana qiz. Chap. Jon, qizim mani. Assalomu alaykum qizim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, ada yaxshimisiz? Jonim qizim, mani mehribon qizim. Men seni ko'rmasdan tura olmayman. Bilasan-ku, seni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Hech kim meni sendan yaxshi ko'rmaydi, unaqa. Muncha erkalaysiz. Bitta qizim-da. Xudam qatta xudam. Xonalardalar. Bo'ldi, men xudo bilan bir salom alik qilib bo'pti. Teping. Ikasi endi mehmonim qizim. Bugun qanaqa video bo'ladi? Do'stim, bugun kuchli qaytish bo'ladi, xudo xolasa. Bugun 18:10 da ko'ring. Opa, bugun qanaqa video bo'ladi? Bugun cho'tki video bo'ladi. Kutinglar soat 6ga. Xohlasa ko'rishamiz. Bugun qanaqa video bo'ladi? Bugun mana shu udar video, bunaqasi yo'q. Miyasi kelmaydi uchamchasi. Yangi mobilga kiribdi, birinchi kuni har xuddi yengillikni ham ko'ramiz. Bugun qanaqa video bo'ladi? Zo'r bo'ladi, chunki naf chiqyapti. Bugun qanaqa video bo'ladi? Bugun videoni bombasi bo'ladi, ishoninglar.